BYD Seagull'ni puliga Gentra 23 toza tinig'idan olib qo'ygan akalar. 2023-2021 akalar. Bitta ko'rib chiqamiz narx-navolarini. Kraska probek hamma ko'rib chiqamiz. Qaysi biri narx-navosiga arziydi yo'q, kompyuterga yozib olasizlar. Bundan boshlaydi 2021 kraskasi toza 79 ming yurgan, metani bor, chexol poligi bor, Amerikanka Optrasi bor. Mashina o'ta ham ideal holatda, chiroyli mana chexol poliglar qilingan. Lyuk avtomat hamma yog'i ishlab turgan holatda, metallari bor, tayyor. Olasizlar, minasizlar. Buni 12 ming ishlatadi, 11900 ga gaplashib qo'ydim. Oxiri 100 dollar tushirib qo'ydim buni. Mana Amerikankasi ko'rsatib ko'rdilaring, mana Optrasi bor, mashina yaxshi holatda turibdi. Bunimiz 23-71 ming yurgan injektor propanoy kraska top-toza. 4 ta yaxshi balonlari bor. Bu ham 4 ta yaxshi baloni bor. Kuzgacha yetadi. Bular buniki sal yaxshiroq, bu ham kuzgacha yetadi. O'sha balon Lyuk avtomat chexol poli yaxshisi. Propan 71 ming yurgan. Monitorlargacha bor. Mashina chiroyli holatda. Yaxshi chexol qo'yilgan. Hop, bunimiz buni 13500 deyishdi, 13200 ga gaplashib qo'ydim. 13100 ga berishmayapti. 100 dollar qo'shsam berib olishadi. Baraka qilib olasizlar. Bu pulga 13200 ga BYD Seagull olgan yaxshimi yoki yangi 23 Gentra olgan yaxshimi? Avtomat lyuklari bilan hamma yo'g'i navbat qilib chiroyli qilib berilgan mashina. Qaysi bir narxi arziydi yo'q. Kompyuter bilan yozib olinglar.